Bugungi videoda men Minecraft Survival uchun kerak bo'ladigan cheat kodlarni ko'rsatib o'taman. Video boshlanishidan oldin albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yo, WhatsApp obunachilar, qandaysizlar? Tinchmisizlar? Va biz birinchi cheat kodimizni sizlarga ko'rsatib o'taman va biz nimani? To'g'ri gapiray. Alisher Navoiy bo'lib ketdim. Xo'p, chatga kirib turib biza chatga kirib turib, xo'p, birinchi bo'lib kechqurun qolishimiz kerak. Xo'p, kechqurun qolamiz. Xo'p, endi biza moblar chiqishini kutishimiz kerak. Xo'p, Yovuz moblada o'sha chiqishini kutishimiz kerak. Xo'p, qani endi, xo'p, mana chiqishni boshlayapti. Mana creeper bilan men bu nima deysizmi, короче, nimadir deb xullas chiqishni boshladi va lekin biza bunday qilib qo'yamiz. Biza kechqurun qilamiz bilan. Xo'p, qani endi moblar tezroq chiqsin, alo, qaytasizlar? Creeper, mana chiqishni boshladi. Xo'p, mana creeper, endi biza chatga kirib turib birinchi cheat kodimizni yozamiz. Q A bo'ldi. Ko'rayotganingizda hammasini o'ldirib qo'ydik. Agar survivalda qiynalsanglar, shunaqa mana shu cheat kodni yozinglar. Q A bo'ldi. Do'stlar, ko'rayotganingizda hammasini o'ldiramiz. Endi ertalab qolamiz, chunki keyingi cheat kodni ham yozishimiz uchun hop yana bitta qo'yamiz. Q A bo'ldi. Xo'p, va mana birinchi cheat kod yoqqan bo'lsa, biz ikkinchi cheat kodimizga o'tamiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Xo'p do'stlar, biz keyingi cheat kodimizga o'tishdan oldin operator kerak bo'ladi bizga. Xo'p, biz mana tasavvur qilinglarki, biz survivaldamiz va olmos topishimiz kerak. Mana qazib olmos topolmayapmiz. Keyin men bitta narsa esimga tushib qoldi. Stop, men operatorman. Men shunday chatga kirib turib, give up diamond 64. Bo'ldi do'stlar. Wow, mana qaranglar, 64 ta olmos berdi. Vashi bir stak, o'ylasizlar, bir stak. Vashi yo'q bu do'stlar, eng zo'r cheat kodlardan bittasi hozir bo'ldi. Va biz do'stlar keyingi cheat kodimizga o'tamiz. Qana bo'lmasam ketdik. Bo'ldi, sizlar shu videoni shu joygacha ko'rib turgan bo'lsanglar, albatta videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, biz keyingisiga ham o'tib oldik, uchinchisiga. Xo'p, tasavvur qilinglarki, sizlar mana bu yerdan HP yig'gili kelmayapti, ya'ni daraja yig'gili kelmayapti. Shunda chatga kirasizlar. HP emas, give to'xtanglar. Give emas, hozir boshqacha edi. Tak, chatga kiramiz. HP use up. Tars, mana qaranglar do'stlar, 700 daraja bo'lib ketdi. Endi yana bitta qilsanglar ham bo'ladi bunda. Hop, HP use up. Va mana do'stlar, 11 ta bo'lib ketdi. Vashi yo'q do'stlar bu. Survival uchun eng cho'tki modman cheatlardan bittasi. Mazza qilib, mana qilib tez yugurib yursanglar bo'ladi. Va biz keyingi cheat kodga ketdik. Va biz oxirgidan bitta oldingi cheat kodga o'tamiz. Give up diamond pick yozamiz. Pick do'stlar. Va olmoslik kirka olamiz. Buni oqibatida vashi yo'q do'stlar, vashi mazza qo'rsanglar bo'ladi buni bilan. Takoy любой narsani sindirib, takoy yursanglar bo'ladi. Bu diamond o'rniga nezrit qilsanglar ham bo'ladi. Olmosdan O bedrock sindromi, ya'ni o'tgancha
oltinni qilsanglar bo'ladi, boshqa bir temirni qilsanglar bo'ladi, toshlini qilsanglar bo'ladi. Xullas, libboyni qilsanglar bo'ladi. Hammasida ishlab ketadi bu do'stlar. Biz keyingisiga o'tamiz. Xo'p, keyingisi bizda oxirgisi bu hozir men bu neger jonim olsin. Xo'p, tasavvur qilinglar, sizlar PvP o'ynayapsizlar, lekin sizlarda shit yo'q. Sal-pal qochib turib mobdan PvPda mob bo'lmaydi. No, kirib turib chatga tez give up shield deb yozamiz va mana shitni olamiz va tez nariga qo'limizga qo'yib turib mana negerni o'ldirishga boramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Abul. Ke baxga neger bu yoqqa kel. Xotir itsa qilmaylar, hozir uraman bularni ham do'stlar. Va mana do'stlar, video ham o'z nihoyasiga yetyapti. Agar bu cheat kodlar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, biz ikkinchi qismni chiqarishga harakat qilamiz. Ikkinchi qism bo'lsa 100 ta likedan keyin sizlar bilan crafter bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bu videoga like bosmagan bo'lsanglar, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammalarga xayr.